Tak, navbatdagisi Klazomenlik Anaksagor degan odam miloddan avvalgi 500-428-yillarda o'tgan faylasuf, Yunon faylasufi. Anaksagor tug'ilganidan so'ng uning na kulgani va na tabassum qilganini ko'rishgan. U faylasuf Anaximanddan tahsil olgan. Anaksagor faylasufga shu qadar falsafaga shu qadar cho'mib ketganki, xo'jalik ishlari qarovsiz qolib, butun yer mulki poda boqiladigan yaylovga aylangan. Anaksagor hur, noan'anaviy fikrlash tarzi tufayli ta'qiblarga duchor bo'lgan. Bir qancha muddat turmada o'tirgan. Anaksagorning faqat tabiat haqida nomli asari bizgacha yetib kelgan. Uni hikmatlaridan Anaksagor shunday degandi: tuyg'ularimizning ojizligi bois faqat haqiqat xususida mushohada etmoqqa qurbimiz yetmaydi. Keyingisi Anaksagordan so'raydilar: ne sababdan bu dunyoga kelmaslikdan ko'ra yorug' olamni yuzini ko'rmoqlik afzal sanaladi? Anaksagor dedi: chunki biz bu olamda osmon va koinotning qanday tuzilganligi xususida mushohada yuritmoq imkoniga ega bo'lamiz. Keyingisi Anaksagor jamoat ishlaridan voz kechib, butun kuch-quvvatini tabiatni o'rganishga bag'ishlagan. Shu sababli undan ko'pincha o'z mamlakati uchun qayg'urmasligi xususida so'rashadi. Donishmand esa qo'li bilan osmonga ishora qilib, men o'z vatanim haqida haddan ortiq qayg'uraman deb javob beradi. Keyingisi aql nafaqat tirik mavjudotlarda, balki tabiatda ham mavjuddir va u butun olamdagi farovonlik hamda mavjud tartib-qoidalarning sababkoridir. Keyingisi har bir narsada barcha narsalarning ma'lum bo'lagi qismi mujassamdir. Faqat aqlgina bundan mustasno. Aql har qanday bo'lak va qismlardan xoli, o'ziga o'zi hukmron hamda o'z holicha mavjuddir. Bordi-yu, aqlga biron narsa qorishib ketganida u hech narsaga hokimlik qilolmasdi. Aql mavjud narsalarning eng yengil va musaffosi bo'lib, jamiki bilimlarning o'zida joy etgan va shuning uchun ham u benihoya qudratlidir. Ana shu qudrati ila u barcha tirik jonlarni boshqarib turgusidir. Keyingisi o'simliklar tirik mavjudotlardir. Ular ham his qiladilar, g'am chekadilar, quvonadilar. Bu tuyg'ular ularning yaproqlarida zohir bo'ladi. Shuningdek, o'simliklar aql va bilimga ham egadirlar, degandi Anaksagor. Keyingisi Anaksagor olov va quyosh ayni bir narsadir deb hisoblaganda qattiq yanglishgandi, deydi Suqrot.
Chunki u odamlar olovga bemalol qaray olishlarini, quyoshga esa hech qachon tik boqolmasliklarini nazardan qochirgan. Shuningdek, Anaxagor inson terisi quyosh nuri ta'sirida qorayishini, olov esa bunday qudratga ega emasligini, o'simliklar quyosh haroratisiz yashay olmasliklari, olov taftidan esa halok bo'lishini unutgan. Anaxagor quyoshni olovda toblangan tosh deb ta'riflagan. Ammo tosh qancha qizdirilmasin, hech qachon quyosh kabi yog'du tarata olmasligi kundek ravshandir. Quyosh esa doimo eng porloq yoritgich bo'lib qolajak. Endi bu yerda katta hikmat bor. Endi bularni nima qilsak vaqt ko'p ketadi. Endi quyosh yerda million gradusda u yerda termoyadroviy reaksiya ketadi. Oddiy olovlar endi 5000 gradusdan yoqib o'tolmaydigan yorug'liklar va issiqliklar. Bu yerda 20 milliondan oshiq issiqliklar bor quyoshda. Keyingisi, har bir narsa tarkibida nima